Assalomu alaykum azizlar. Mana bugungi kampirlarimiz ham yakuniga yetdi deb qoldik. Bizdan eng ko'p so'ralayotgan dumaloq stollarimiz Toshkent shahariga qildik, Parkent tumaniga. Xudo xolasa tayyor bo'lay dedi. Ozgina ishlari qolgan. Bu joyda materiallarni qoplash jarayonlari bo'lyapti. Ertaga kunduzi olmoqchi edik. Zakaz qilgan akamiz ertaga yig'inlari bor ekan. Xudo xolasa bugun bitkizib tezroq chiqarib yuboring dedi. Kech bo'lsa ham ish qilyapmiz. Klientimizdan iltimos qilamiz, agar ertaga yetib borsa, imkonini qila olsa, videolarini tashlasa, rasmlari bilan kanallarimizga joylab qo'yamiz.